Ayamda bir gaplari borda, yoshligimdan eshitaman. Chiroyli ayolni ko'rsam, yosh ayolni ko'rsam, "Aya chiroyli ekan-a" desam, eri yaxshi ekan derdi. Faqat bir gaplar aytadi. Ayol erkakni ko'zgusi. Ya'ni agar ayol baxtli, yosh, xotirjam bo'lsa, demak uni eri yaxshi inson. Agar u agressiv, jahldor, nafratda va baxtsiz bo'lsa, bilingki, erkak yaratgan narsasi hisoblanadi. Shuning uchun endi katta bo'lganimda tushunyapmanki, haqiqatan ham ayol erkakning ko'zgusi. Taqdirdan eng chiroyli sovg'a hayotimga kirganing, yurak edi go'yo kulba, uni obod etganing. Men sensiz bir nafas yasholmayman, quvonchlarni his etolmayman.